Assalomu alaykum. Hammani yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2026-yil kirib kelayotgan bayramlaring bilan tabriklayman. Men hammani jamoamiz nomidan tabriklab qo'yaman. Bugun biz hamma yo'qda, qishloqda hamma yo'g'ini bezatib chiqamiz. Hozir men qishloqqa va merda oldiga borib kelaman. Mana qishloqlar mana bu uyda ekan, hamma sovuqdan kirib olishibdi. Oho, uyda qaralar chiroyligini o'g'lasilar. Muqarrarlar archavlarni yo'g'irtib qo'yishibdi. Chiroyli qilib. O, nimani gaplashishyapti ekan? Qani mer? Nima ekan? Salom ber, yaxshimisiz? O, bilmasam merda uribman desam bo'shodim ekan. Mer qalaysiz? Yaxshi rahmat, o'zingiz yaxshi-ku, yaxshimisan? Yaxshi rahmat, o'zingizchi bayramlaringiz bilan. Assalomu alaykum, mer yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan. Ha, yaxshi rahmat, o'zingizni ham bayramlaring bilan 2026-yil bilan seni chin qalbimdan tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'lgin, yaxshiyam sen borsan, unaqada biz nima qilgan bo'lar edik? Xullas, men hozir hamma yo'qda qishloqda bezatib chiqaman. Hozir men borib telefonimni olib kelib, narsa zakaz qilaman. Xo'pmi? Kechga yangi yilda katta qilib nishonlaymiz. O'zim men shergimga aytaman, sizlar chaqiradi. Xo'pmi? Ha, xo'p. Mana ketdik obunachilar. Endi xo'p, eshikni yopaylik. Qarochi uyga tezroq borishimiz kerak. Oho, muzlab qolibdi ekanlarimiz. Tezroq ularni ham olishimiz kerak. O, mana biz obunachilar maqsadim shu kumush tugunmasini olish. Hozir biz 100 ta obunachi bo'lish maqsadim shu yilda oxirgacha. Xo'p, obunachilar, mana qarochi telefonimni olaman uydan. Oldim. Endi telefon qilaman. Tit. Salom, sizga nima kerak? Bizga dekoratsiya narsalar, mebellar, uyga yeb ichishga narsalar, salyut kabi jo'natmalar olib kelinglar. Xo'p, biz jo'natmani tez orada yetib boradi. Xo'p. Mana xo'p, tez orada borsa biz Kim u? Jo'natmangiz yetib keldi. Hozir chiqaychi, chiqyapman, hozir borib jo'natman ko'raman. Salom Ziyobek, do'st, qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi rahmat, o'zingiz yaxshi-ku, yaxshimisan? Yaxshi, nima qilib yuribsan? Senga jo'natma olib kelishibdi, o'shani olib keldim senga. Menga jo'natma? Ha, men narsa zakaz qildim-ku. O'shanimi? Puli atiga 100 ming bo'pti. 100 ming? Xo'p, 100 ming. Hozir olib chiqib beraman. Olib chiqma. Nimaga? Men pulini to'lab bo'ldim. Pulni to'lab bo'lding? Men rahmat hozir berib qo'yaman 100 mingini. Kerak emas, chunki biz do'stmiz-ku. Rahmat. Hozir mana mebellarni olamiz, obunachilar, ko'raylikchi. Nimalar bor ekan? Bizga zo'r narsalar bor ekan. Qani kiyib ko'raylikchi, obunachilar. Yarasharmikan, yo'qmikan? Hop. Hozir endi ko'rsalar, mana ko'ryapsizlarmi? Kiyim zo'r kepti, bizga ham mos tushdi. Bu Ziyobekni qaranglar, bo'yimizni gigantligini, farqini qaranglar, obunachilar. Hozir do'stim, qishloqni bezatib chiqamiz, narsalarni olyapman. Xo'p, yarmini olaman, yarmini senga qoldiraman. Qarochi, bu yeb ichgan narsalar, bu dekoratsiya narsalar, archa-parcha, qarochi shunaqalar. Do'stim, sen ham u taraflarni bezatib tur, men bu taraflarni bezataman. Obunachilar, qishloqni bezatib bo'lib ko'rsataman, chunki video uzun bo'lib ketishi mumkin. Endi bizni ham to'xtatishinglar. Xo'p, bezatib bo'lsam ko'rsataman. Mana bo'ldim, hamma yoqni bezatib. Mana ko'ryapsizlar. Hozir mana televizor degandek. Qarochi, eshigini yopib qo'ya, uni foydasi rosa tegdi. Muqarrarlar qorrosa yog'yapti. Voy, zo'rg'a yuribman. Voy, o'zim botib qolaman. Mana bu uyda qaranglar, eshik bilan qor bosib olib sal qopdi. Konditsioner, ikkita konditsioner, unitaz. Bunda ham nima qilsa bo'ladi? Mana ko'ryapsizlar. Qarochi, deb qolish suv. Mana ko'ryapsizlar, unitaz, archa. Yana bitta archa. Ikkita archamiz bor obunachilar. Yana endi men sizlarga yana bir uy ko'rsataman.
Ha, aytgancha merdi uyi. Mana merdi uyi. Boshqa qishloqlarda uyini ham bezatdim. Ularni keyinroq ko'rsatib chiqaman. Voy, hozir obunachilar. Mana qishloqlar, mer, uyi, короче, zo'r bo'ldi, chiki. Ona televizor, mana o'tirib tomosha qilsa bo'ladi. Mana shu yerda biz uy yasab yangi yilni nishonlagan zo'r joy ekan. Hozir men uy yasab bo'lganimdan keyin ko'rsataman. Hozir to uyni yasab, to nima qilgunimcha ancha vaqt ketadi. Shuning uchun sizlarda ham ko'rishlarga qiziq bo'lmaydi, uncha zergarli bo'lib qoladi. Shuning uchun uyni yasab bo'lganimdan keyin ko'rsataman. Agar mebellar hozir yana yetmasa, yana zakaz qilamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Mana bu uyni yasab bo'ldim. Bu uyni yasash uchun menga naqd 9 soat vaqt ketdi. 9 soatda yasab bo'ldim. Mana obunachilar ko'ringlar. Xo'p, bu uyda hali bezatganim yo'q, chunki 9 soat yasadim. Sizlarga to'g'ri qisqa bilinyapti, chunki men yasab bo'lgandan keyin ko'rsatyapman. 9 soat olsam bu videoni hech kim ko'rmaydi. Mana uyni ko'rsatyapman. Bu yerda hali bezatganim yo'q, mebel qo'yganim yo'q, hali dekoratsiya narsalar. Просто uyda yasadim. Endi ko'rasizlar. Obunachilar, bilmadim nima deyapsizlar. Hozir kompyuterim qatib qoldi. Endi xila oradan ancha soat o'tdi. Endi sekin sovib o'ziga kelyapti. Xo'p, mana ko'ryapsizlarmi? Mana mebel kerak narsalar solaverasizlar, короче. Mana nima qilasizlar, tomosha qilsa bo'ladi. Hozir men matlarni buzib tushib chiqadigan zona yasayman, chunki anu Ziyobek degan sherigimiz bor-ku, gigant. O'sha sig'maydi-da, eshikdan qatdan kiradi. O'shanga hozir matdan yo'l yasayman. Maqa tushib chiqadigan yo'lni yasab bo'lgandan keyin ko'rsataman. Mana obunachilar qaranglar, matda Wi-Fi bor, ikkita o'na soatlar bor, soatga qarab qo'yganmiz biz ham. Faqat nima deydi, kolonka bor, eshitamiz, shunaqa nimalar bor. Короче, zo'r. Obunachilar, mana uyni yasab bo'ldim. Mana ko'ryapsizlarmi? Uyni короче bitirdim, mebel va ashnaqalar qo'ydim. Ana archa, uni televizorda ko'rsak bo'ladi, короче, ovqat. Mo'tepada kompyuterxona. Mana kompyuter. Mana Ziyobek ham keldi, ukam. Do'stim, короче, bu jigarim bo'lib qoldi, mana shu uyni yasashga yordam berdi va bu yoqqa keldi, kompyuter o'ynadi, ozgina zerikdi, endi jim turibdi, bilmayman nima qilishni bilmay. Balki fikr nima qilayotgandir. Hozir obunachilar, biz qaranglar. Mana tushib chiqadigan yo'l bor. Mana. Xo'p, mana ko'rasizmi? Uni mashinalarga qo'ydik. Mashina qishloqlarga zakaz qildim ataylar. Bu uyni yasash uchun naqd 9 soat ketdi. Va bu uyni bezatishga 1 soatdan ko'p ketdi. Keyin mashinalarni nima zakaz qildim. Har bitta qishloq uchun bittadan qani qolgan mashinalar. Desanglar, biz qolganlarni olib qo'ydik. Xo'p, endi biz qishloqlarga borib chaqirib kelamiz. Qishloqlarda hammasi keldi. Mana endi kelinglar, dasturxon yuzida bitta o'tiramiz. Hammamiz kelinglar, qishloqlar. Yuringlar. Kelinglar. Dasturxonga bismillah. Pichoqni olamiz. Mana pichoqni oldim. Kivi tarafga tushib ketdi. Oppa. Kivi yerga tushib ketdi. Ot. Loqimni atayla burganim yo'q. Voh, mazza, obunachilar sotamiz deydi. Qolganlar uyda. Voh. Tushib ketdi-yu. Короче, obunachilar, mana archa, mana gulxan. Plus qishloqlar. Mer. Men sizga sovg'am bor. Nima deysan, Yosiko? Sen qanday sovg'a bermoqchisan? Ko'chaga chiqsangiz, aniqda ikkita mashina turibdi. Yuring, hozir ko'rsataman. Obunachilar ketdik.
Mana qishloqlar hammasi keldi. Mer ko'rdingizmi mashinani? Rahmat Yasiku, sen yaxshiyam borsan unaqada men nima qilardim? Xullas obunachilar ko'ryapsizlarmi? Merga mashina sovg'a qildik. Endi men sizlarga bir aytmagan sirni aytaman. O Ziyobek do'stim bor-ku, unga ham uy yasab bergandim. Hozir men uni ko'rsataman. Bu Ziyobekning uyi. Hozirgi do'stimga uy yasab berdim. Ataylab. Bu uyni yasashga ham ancha vaqt ketdi. Buni albatta kommentariyada yozib qoldiraman. Ha, aytgancha Telegram kanalimda bu qishloqlar bilmayman qayerdan paydo bo'ldi. Xo'p, mana ko'ryapsizlarmi? Ziyobekka uy deya qaraydi. O uzoqda biz uyimiz. Mana ko'ryapsizlar? Bushda uyimiz matda yotoqda yotadi. Ha, u qanday sig'adi desanglar, u sig'adi bemalol. U hali kelgani yo'q. Hozir uni chaqirib kelaman. Obunachilar. Bol tezroq olsa mushaklar o'tadi. Mana mushaklar o'tyapmiz obunachilar. Mushaklarga fikrlashamiz. Soat 12 bo'ldi. Razmetli yangi yillar muborak bo'lsin. Qaranglar obunachilar, qor yog'diraman. Qaranglar. Bu qor tushdi ustimizga. Ko'rdingizmi? Bu zo'r mushak. Mushaklarning zo'rligini qaranglar. Ular Qorbobo keldi. Yo, Qorbobo keldi. Salom, men Qorboboman. Yasiko 07, Ziyobek, Shamshod, Mer qishloqi aholisi sizlarni bu yil yaxshi bolalar bo'ldingiz. Shunga men sizlarga Qorbobo bo'lib, sizlarga men podarka beryapman. Xo'p, Qorbobo. Hoy Yasiko, sen menga bitta she'r aytib berchi. Yasiku, yur ketdik, bizni televizorda ko'rsatishyapti. Qishloqqa qaysi videomizni televizorda ko'rsatishyapti? Anamal sovuq degan video bordi-ku, o'shani ko'rsatishyapti. Ketdik. Hozir ketdik obunachilar. Qishloqlar yuringlar, ketdik. Xo'p, hozir borib, to'xtanglar. Stop. Yangi yurga boraylik. Eski uydan nima qilamiz? Ketdik obunachilar. Yuringlar qishloqlar orqamdan ketdik. Anamal sovuqni ko'rsatishyapti. Bo'linglar ey. Hozir televizorimni yo'q bo'lay. Qishloqlar archa bilmayman nima bo'ldi archaga. O'tiramiz ketdik. Qishloqlar qani? Yangi yilingiz bilan. Qaranglar, qor yog'diraman. Qor yog'yapti, ustimizga tushyapti. Qor bosib bo'lyapti. Hayır, kanalga obuna bo'ling, like tugmachasini bosib qo'ying. Hayır obunachilar. Qishloqlar ham yetib keldi. Hozir anamal sovuq boshlanadi. Qoch qishloqqa yo'qal ko'rmayapman, basharingga yo'g'im. Mana boshlandi anamal sovuq. Sig'dirliklik agar boshlanib qo'ymaganimizda ko'chada u muzlab qolishi mumkin edi va uni antifrizi muzlab yurolmasligi. Ha, yaxshi rahmat, menga yoqdi. Bu kerak so'ragan Yasiku. Rahmat Yasiku, shuncha bizni anamal sovuqdan qutqarib qoldik. Bo'lmasa biz nima qilardik? Bilmas edik, uyimizda pechkalarda ham gaz yo'q.